Assalomu alaykum aziz do'stlar, Do'xlasi Novvos bozorida boshladik. Birinchi bo'lib shu katta novvosdan Shved 55 million so'm savdosi bo'layapti ekan. Turishiga kiloga 65 mingdan bo'layapti endi. Katta novvos. Hozirga 55 millionda 65 ga ko'paytirsa hisob kitob qilsa chiqadi. Taxminiy kilosi endi mo'ljal qilishyapti, taxmin qilishyapti, lekin kichkina mol emas. To'g'risi 950 kiloga boradimi? Shunaqa novvos endi 950 dan 9 dan oshiqroq bo'lsa kerak. Andijon Sharxon mol bozoridan novvoslarni ko'rsatishni boshladik. Xudo'lasa sizlar bilan uzoq shu bugun hafta kuniga seshanba sanamiz 5-may 2026-yil. Xudo'lasa novvoslarni ko'rsatib o'tishni boshladik. Qaysi? Nima bor ekan? Shu yerda bor ekan, xudo'lasa buni ma'lumotini berib bo'ldik. Telegram kanalimiz bor, Shoron Ahmadi bosdan chiqadi. Qora otirasini bor, dehqonchilikka ham, tirishlikka ham oz-moz pullik tashlamoqchi bo'lsalar tashaverasizlar. Chekka tashlasizlar, tashlamoqchi bo'lsa bizlar ichgan, bizni ham axtarmoqchi bo'lganlar chekka yozsalar, bizga yozaverasizlar. Tashlamoqchi, axtarmoqchi bo'lsalar mana bu yozasizlar kanalda. Yoki kommentariyga ham tashlab qo'yamiz. Necha pul bermayapsiz? 70 dan. Skidkasi yo'q. 5 skidka bo'lyapti. 5 skidka kiloga savdosi bo'layapti ekan, taroziga 70 ming so'mdan bo'layapti deyildi. Bu ham kichkina mol emas. Bu ham katta mol ekan jonivor. Nariga 65 mingdan kiloga bo'layotgan bo'lsa, bu 70 mingdan bo'layapti kiloga. Taroz xizmatlari, taroz sotiladigan tarozlar narxlarini, xullas qo'ylar uchun $400, mollar uchun 2 tonnagacha bo'lgan yukni ko'taradi $600. Hamma yo'g'i yangi metalldan, temirdan bo'lgan listli, qalin listli, baquvvatligi, ko'rinishlari ko'rishlar. Manzil Andijon shaharda trikotajlovlar O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavkalar bor. Bemalol telefon qilasizlar. Sotilayotgan hozirgi shetdagi narxi $600 bilan $400. Yangi garantilari bilan bor, xullas 2 yilga. Savdosi bo'ldimi? Bormi? Necha bo'lyapti? Qancha son? 43 kilogachi? 68 mingdan kiloga 43 million 500 ming so'm turishiga savdosi bo'lyapti. Semiz novvosi bu ham. Qiziqqanlarga sizda ham ko'p bo'ladi, olaverasizmi, sotaverasizmi? Nomer ayting. 99 516 77 73 Telegram WhatsApplari bor. Savdogarlar, novvos olaman deganlarga ham telefon qilsa ham bo'ladi, sotaman desa ham telefon qilsa ham bo'laveradi. Andijon Sharxonda. Qirg'izistondan yana mol, Qirg'iziston novvos ekan. Tamg'asi bor ekanda. Qirg'izistondan keyin novvos ekan. Bu sotilibdimi? Yo'q. Necha bermayapsiz? 45 so'rayapman aka, bermayapman. 45 million so'm savdosi bo'lyapti hozir. Yoshi kuragi o'xshaydi. Yo'q, o'zi. Kuragi yo'q ekan. Necha kilo keladi? 500 dan oshiqroq, 500 dan oshiqroq. Keladi novvos. 45 million so'm turishiga bo'lyapti. Shaqa endi yo'g'idan. Mana shu yerdan bor. 36 million so'm savdosi turishiga 70 mingdan kiloga bo'ladi. Bermadingizmi 70 mingdan? Yo'q, 70 ming so'm beramiz. Ha. Bo'lishni aytib qo'ydingizmi? 70 mingdan bo'lishni aytilgan, 66 ning savdosi bo'lgan. Turishiga ham aytildi. Greyford. Bo'yi 1.36 chiqadi. Sizlarga Shved necha pul bermadingiz? 1 millionga. Necha pul? 40 million so'm. Kilogachi? Kiloga 66. Assalomu alaykum. 66 mingdan kiloga, turishiga 40 million so'm savdosi bo'lgan. Ozmas oldim 40 ga. Ozroq qilsa sotamiz. Novvoslar ko'p bo'lyapti? Novvoslardan bo'lyapti, nomer aytlavering. Aytavering. 93lik. 328 20 Sharxonda akamiz manzili. Lekin ko'proq hamma mol bo'laveradi sizdan. Hamma moldan bo'ladi. Ozroq beradi akamiz. Rostdan ham savdogarlar ko'p berishadi. Qiziqqanlar aloqa chiqasizlar. Hozir bu novvosni bermagan pullarni aytildi. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. 50 million so'm bunisiga, narigisiga 40 million so'm savdosi bo'ladi. Ikkalasi ham dehqonchilik. Yoshlarichi 2 yosh bo'lgan? Yo'q. Bo'lgan yo'q. Zotga ekanda, zotga qiziqishayotganda. Kilogachi savdosi bo'ldimi? 70 ming. Bermadingiz. Kiloga 70 mingdan savdosi bo'lgan. Menimcha asa paytda zotga hozir bo'lardi. Pullar aytildi, bo'ylari buniki, buru. 45 dan oshiq ekan bunisi. Shunaqa o'xshayadi. Yelkasi emas, orqa tomoni. Ha bu 40 dan oshiqroq o'xshayapti. Baholar aytildi 70 mingdan kiloga ikkalasini ham savdosi bo'lgan yo'q. Hali kuraklari yo'q. Zotga qiziqqanlarga toza 100 tali sementlar
O'z ko'rinib ham turibdi. Shu bermagan pullarni ozmozdan qoldimi? Qo'shganga sotiladi. Qo'shganga sotiladi. Nomerni ayting aka. 99 909 1609 Telegram WhatsApplar bor. Bering aka, qo'shasiz. Bering. Nisba bersiz. 86 million bo'ldi. Jupiga. Yaxshimisiz? Telegram WhatsApplar bor-a? Bor. Manzil qayda edi? Qo'rg'ontepa. Yana bormi shunaqalar? Yoshlarning telefon kichkinami kattami? Yuzak. Shunaqalar yana bor. Qo'rg'ontepada manzil dehqonchilik. Ya'ni gaplashaverasizlar. Bitta kiloga. Bu yerda yana ham kattaroq bor ekan, jonavor. Bu kattaroq ekan-a? Bu kattaroq ekan nargilardan. Necha pul bermaysiz novvosni? Hal savdosi bo'lgan yo'q ekan. Uzarodasiz. Lekin uzunligi ham, moli kattaligi ham katta. Endi egasi chiqmayman deb haligi gapirmayapti ham shekilli. 65 ming so'mdan kiloga savdosi bo'lgan, taroziga 65 ming so'mdan. Xo'sh, katta semiz novvos, endi ozmoz yo'g'on bo'lsa, ozmozmi yo'q bilmayman, lekin yo'q bo'lganligi bor. O'shaning uchun ozgina arzonroq bo'layotgan bo'lishi ham mumkin, lekin semiz nihoyatda. 800 dan oshsa kerak. Bu 750 dan varna oshar lekin bu katta mol. Kichkina mol emas, 800 dan oshib o'xshab taxmin qilinyapti. 65 mingdan kiloga savdosi bo'lyapti. Narxini beraveramiz 65 dan. 65 dan nimaga beraveramiz? 65 dan narxini Ha, narx sanaga beraverammi? Beraveradi. Nomer aytiladimi? 91 lik. 285 76 78. Yana bor? Novoslar. Uydan olib ketaveram. Serob, manzil qayda? Quva, Farg'ona viloyati Quva tumani. Qiziqqanlarga yana bor. Semiz novoslar olaman deganlar, Qossob akalarga. Taroz xizmatlari kerak bo'lsa, bu tarozlarni uylarga borib mollarni tortib berish uchun nomerlar qo'yilyapti. Birinchi nomerlar u sotiladigan tarozlarga. 64 mingdan kiloga bo'lyapti savdosi shu novosda. Hozir qo'shib turasiz. 64 dan bo'lyapti. Kiloga bo'lmadimi? Kiloga aka ular bo'zayadi. Turishiga savdosi bo'lgan 3 tasi bitta hali optimaga 110 million so'm savdosi bo'lgan. Endi kilolarini buni aniq aytishga orqaga o'tamiz. Kiloga savdosi bo'lgan hali kuvaylar yo'q, baxma ekanda. Dehqonchilik shekli. Nomer aytlammi qiziqqanlarga? Qiziqqanlarga nomer aytlammi? Aytavering. 90 lik 631 53 79. Manzil qayda? Qoratepa. Yazg'on, Farg'ona viloyati Yazg'on tumani Qoratepa qishlog'ida qiziqqanlarga Telegram WhatsApplar bormi? Bor. Yana shunaqalar ham bormi? Bor, sotiladigan bor-a? Telefon qilishaversinmi? Uyda yana bor deyilyapti. Mobodo uydan olaman deganlarga dehqonchilik 100 aytildi puli. Endi bularning beslari 530 atrofida novvoslar bo'lsa kerak. Taxminan endi chunki bular ozmonlarda sho'chilik bo'ladi, naq bo'ladi. O'rtadagi kichik. Bo'ldi. 31 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti shu novvosda. 31 million 500 ming so'm. Xo'sh. Bahman novvos, oyoq qo'li uzun ekan. Bo'yi 1.35 bilan 1 qur'atroq chiqadi. Yoshi endi 2 yoshda atrofida novvos. Sheda mana savdosi bo'lyapti. 31 yarim. Zohid Uz. 36 million so'm savdosi. Bitta shaqi singan, shekilli chiqmaganmi? Chiqmagan. Nariga chiqib qolgan ekan. Xo'p. Yaxshimi qo'ying. Hozir so'rabdim to. Ovali. 36 million so'm savdosi bo'lyapti. Yoshi endi 1 yoshdan o'tgan. 36 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'yi 1. Xo'sh, 25 bilan 20 atrofida. Shved nechta bermayapsizlar? 32 ga bu savdosi bo'lgan, berilgan yo'q. Yosh bayan baland. Endi dadili 30 bo'lyapti, haligi rosa qizigan. Qizigani 32 ga chiqdi bermadi. 32 ga ham bo'ldi. Lekin bu odam misol 35 qirqdan hasi 30 so'rayapti. Bir so'rashdami? Ha. Bir so'rashda 30, dadili 32 ga savdosi bo'lgan. Necha oylik? 10 oylik. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. 1 yoshdan o'tganmikin dedim.
10 oylik. 10 oylik? Yo'q, biz ham olganmiz. Ha. Sistemli bo'zayligida 3 oylik edi. Ha. Voy 4 oylik bo'lsa 5,5 oy bo'lib topganmiz. Zo'r katta o'pdimda. Bo'yi 1.25 chiqadi. Bo'y basti yaxshi. Mol uzunligi ham katta molda bo'lasiz ekan, qo'li ham polvon ekanda. 32 millionga dur savdosi bo'lgan. Asosan savdosi. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Aytiladimi qiziqqanlarga? Yozg'oli 91. 91lik 060 0915 dehqonchilik manzil qayda? Manzil Oqmach. Sharxonda. Bo'ldi. Sharxonda. Uzoqdagilarga Sharxonda, yaqindagilarga Oqmachitda. Telegram WhatsApplar bor? 28 million so'm. 28 million so'm kichinasiga bo'lyapti deydi. Kichinasiga bo'lyapti 28. Shunga bo'lyapti. 28 million so'm shaqiq bitasi uniki ham kuymagan ekan yoki singan ekan. Lekin yaxshi mol ekan. 28 million. Bo'yi 1.15 ta drov chiqadi. 6 oylik 7 oylikda 7 oylik deyapti, 7 oylik. Endi sementallarga shunaqa deyapti. Buni ko'rib taxmin qiladigan bo'lsa, biz taxminan bir 9 oylik 10 oylikka o'xshaydi lekin. Endi 7 oylik deyishgan rost. 7 oylik. Bo'lishi mumkin ekan 7 oylik. Oyoq qo'li polvon ekan lekin. Dumizdan o'xshayapti. Nariga ham sizlardan unisi nechta bermadilar? Narigisini savdosi nechta bo'ldi? Oldin mana uni 28 million. Sizdan emasmi? Qursamisiz? 100 ming, 200 ming gapirmadim bu savdo boshlagandan. 37. Yo'q, gapirdim. Ha, bu ham bittadan Marta kansandek mana oldin 28 million 500 ming mana. Qursamisiz endi? Ha? Ha, 37 o'pdi. Yo'q, xudo Shunga oz savdosi bo'ladi 24,5 million. Bu endi 1.20 bilan 1.25 turadi. Baxmanobod yoshi 1 yoshdan o'tgan. Sotildi hozir. To'rtinchida sotildi. Nech pulga? 5-chida bilan uchalasi turibdi. Nech pulga sotildi? 29 million. 29 ga sotilibdi. To'rtinchida deb shu aytdim. Rossiyadan kelgan. 29 million so'm. Formasi endi bu yerda o'rtacha ekan babiraga, lekin go'shtdorlik bo'yicha ikkalasi yaxshiroq ekan. 29 ga sotilgan bo'lsa, bular nech puldan savdosi bo'ldi ekan? Hozir pul sanashyapti-da, hozir so'rayman. Bo'ylari 1.20 bilan bo'yinsi 1.25 ta turib chiqadi novasi. Bunisicha nechroq bo'lsa ham kerak. 100 kam 28 ga baraka yopdi shu. 100 kam 28 million so'm. Rossiyadan kelgan. Instrumental rangidagi rossiyskiy mol desa ham bo'laveradi. Bo'yi 1.25 ta turadi, 1.20 dan oshiqroq. Yoshi ham 1 yoshdan o'tgan. 100 kam 28 million. Zayt